O'rtoqlar, o'tgan videomizda siz bilan ingliz tilida qancha mavzu borligini bilish muhimligi haqida, ingliz tilida gaplar qanday tuzilishi haqida va undan tashqari nechta zamon borligi haqida gaplashib ketganmiz. Bugungi videomizda esa siz bilan o'sha 9 ta zamonlarni birma-bir qarab ketamiz. Bilaman, ishingizda is it even possible deb o'ylayapsizlar. Yes guys, it's more than possible va bugun sizlarga o'sha narsani isbotlab beraman va keling siz bilan bu narsani qilishni boshlaymiz. But before sizlar bilan Jasmine o'rgatadi. Ingliz tili sohasida ichida 8 yildan beriman. IELTS 8 ga egaman. Undan tashqari Italyda tarjimon bo'lib ishlaganman va hozirda Koreya Respublikasida magistraturada English Linguistic Translation and Interpretation sohasi magistrman. Bu narsalarni hammasini sizga nimaga aytyapman? Oldinlari ingliz tilini I harfini bilmaydigan qizaloq hozirda yuzlab odamlarga ingliz tilini ona tilidek bo'lib qolishiga yordam bermoqda va sizga ham bu narsani yordam berishga chin qalbimdan umid qilaman. Without further ado, let's get started. Va tilni tushunishimiz bizda oson bo'lishi uchun hozir mana shunday slaydga qarab ketishimiz kerak bo'ladi. Boya aytdim, o'zimizning ona tilimiz bilan solishtiramiz deb. Mana hozir bilan solishtirib ketamiz. Ahamiyat bering, mana tepada bizda Uzbek Russian turibdi, ya'ni bu bizda o'zbek tillari hamda rus tillari bo'lib ketyapti. Va o'zbek hamda rus tillaridan bizda 3 tagina zamon bor deb bilamiz. Ya'ni bu bizda o'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon bo'lib ketadi. Lekin ingliz tiliga qaraydigan bo'lsangiz, unaqa emas. Bizda har xil 9 ta zamonlar bo'lib ketyapti, to'g'rimi? Lekin bu yerda ustozinglar dars o'tayotganda bitta narsani tushunib ketganman va bu narsa meni juda ham qiziqtirgan. Mana qaranglar. Agarda biz birinchi yo'nalishiga qaraydigan bo'lsak, birinchi mana past simple, present simple, future simple ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ahamiyat bering, har bitta zamon bizda simple qo'shimchalariga tugab ketyapti, to'g'rimi? Yoki keyingisi. Ya'ni past continuous, present continuous, future continuous. Nimaga tugabyapti? To'ppa-to'g'ri aytdingiz, bu bizda continuous qo'shimchalariga tugab ketyapti, to'g'rimi? Yoki mana misol uchun oxirgisiga o'tamiz. Bu bizda past perfect, present perfect hamda future perfect bo'lib ketyapti. Ya'ni bu bizda qo'shimchalari perfect qo'shimchalariga tugabyapti. Va meni miyam bir nima haqida o'ylanib qolgan. Ya'ni mana 3 ta zamon tepadagilar simple ga tugabyapti hammasi, keyingilari continuous ga, keyingilari perfect ga va o'sha paytda o'ylanib qoldim. Menimcha bu yerda qandaydir o'xshashlik bor deb. Va do'stlar, to'g'ri topgan ekanman. Bu yerda haqiqatan ham bitta o'xshashlik bor va siz bilan hozir bu narsa haqida gaplashib ketishni boshlaymiz. Va yana bitta narsaga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, har bittasida past, present, future bo'lib ketyapti. Ya'ni bu degani ingliz tilida ham 3 ta zamon bor, o'zbek tiliga o'xshab. O'tgan, hozirgi, kelajak. Faqatgina uni aspektlari bor. Ya'ni simple aspekti, continuous aspekti hamda future aspekti. Lingvistika hozirgi aytib o'tgan narsalarimni aspekt deb aytsa, men bu narsalarni oilalarga bo'lib ketganman. Keyingi slaydga qaraydigan bo'lsak, ahamiyat beradigan bo'lsak, men bu grammatikalarni simple oilalariga, continuous oilalariga hamda perfect oilalariga bo'lib ketganman. Bu nima degani? O'tgan videoni ko'rgan bo'lsangiz, siz bilasiz, ingliz tilida ish harakati juda ham muhim narsa. Subject bilan object narsasi hech qayerga yo'qolmaydi, ya'ni hech nima bo'lmaydi, to'g'rimi? Ya'ni sizni gapingizni qaysi zamonda gapirayotganingizni bildiradigan narsa bu sizda verb, ya'ni ish harakati bo'lib ketadi. Va shunda o'ylaganman, demak, simple oilasidagi present simple, past simple, future simple bir xil ish harakatiga ega bo'lish kerak deb o'ylanib qolganman va bu narsa to'g'ri bo'lgan. Siz bitta narsani bilishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz simple eshitganingizda, present simple, past simple, future simple eshitganingizda siz bilishingiz kerak, u yerda bizda verb bir ish harakati bo'ladi. Verb bir nima degani? Verb bir degani bizda any ish harakat, ya'ni любой ish harakat. Go bu bizda verb bir. Sleep bu bizda verb bir, to'g'rimi? Help bu bizda verb bir. Ya'ni ingliz tilida o'ylagan любой ish harakatinglar sizlarda nima bo'lib ketar ekan? Ya'ni ish harakati verb bir bo'lib ketar ekan. Faqat bittagina narsa past simple ga tugayapti, to'g'rimi? Lekin bu yerda verb bir bo'lmaydi. Bizda hozir tushunmayotgan bo'lsangiz, it's okay. Sal men bu hamma zamonlarni ko'rib ketganimda hammasini tushunib ketasiz. Lekin past simple da u simple ga tugayapti. Lekin unda verb bir emas, unda verb 2. Chunki bu bizda qirol bo'lib ketadi. Verb 2 bizda nima degani? Ingliz tili o'zi 3 ta ish harakatdan tashkil topgan bo'ladi. Verb 1 bizda bu bizda any ish harakat, ya'ni любой ish harakatlari bo'lib ketadi. Verb 2 bizda ya'ni
mana tilni ikkinchi, ya'ni so'zlarni ikkinchi formasi. Mana misol uchun do bo'ladigan bo'lsa, verb 2 did bo'lib ketadi. Mana shu bizada verb 2 bo'lib ketadi. Verb 3 esa bizada mana 3-stolbikda turgan so'zlar bo'lib ketadi. Lekin ahamiyat bering, bu yerda faqatgina 50 tagina so'z, lekin ingliz tilida 149 mingta ish harakati bor, to'g'rimi? Bu spiskada bo'lmagan ish harakatlariga siz hammasiga idni qo'yib ketasiz. Ya'ni 2-stolbikda hamda 3-stolbikda bo'lgan narsalar. Bilaman, hozir juda ham qiyin bo'lyapti, lekin ozginadan keyin biz bu narsa sizga ancha tushunarliroq bo'lib ketadi. Qani davom etdik. Ya'ni bitta narsani tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, simple ga tugagan zamonlar bizada verb 1 bo'lib ketar ekan, faqatgina past simple bizada verb 2 olar ekan, mean simple ga tugagan bo'lsa ham, chunki u bizada bu grammatikada qirol bo'lib ketgan bo'ladi. Keyingisi. Endi bizada continuous oilasiga kelamiz. Bu bizada present continuous, past continuous hamda future continuous bo'lishi mumkin bo'ladi va bu yerda har bitta ish harakatingiz sizda, ya'ni ing ga tugab ketish kerak bo'ladi. Present continuous ham, past continuous ham, future continuous ham. Bilaman, ichingizda unda qanaqasiga bir-biridan farqlanadi deb o'ylayapsiz? Ozgina kutsangiz, zamonlarni o'tganimizda hammasi sizga tushunarli bo'lib ketadi. Endi uchinchisi perfect oilalari. Present perfect, past perfect, future perfect. Bu degani sizda ish harakatingiz, ya'ni verb 3 ishlatiladi. Boya gapirdik, bu verb 1 bor, verb 2 bor, verb 3. Uchinchisi olinadi. Agarda uchinchi bo'lmasa, ya'ni mana shu spiskdagi so'zlar bo'lmasa, biz shunchaki id qo'yib ketamiz. Xuddi shu past simple ga o'xshagan holatda bo'lib ketadi. Ya'ni bu narsani tushundingiz deb o'ylayman. Ya'ni hozir siz bu narsani ideally tushunishingiz kerak emas, ya'ni mukammal tushunishingiz kerak emas. Siz tushunishingiz kerak bo'ladigan narsa, ya'ni okay, simple ni eshitganimda past simple bo'ladimi, present simple bo'ladimi? Endi past simple sal boshqacharoq bo'ladi-yu, present simple mi, future simple bo'ladimi? Men birinchi ish harakatni qo'yishim kerak. Past simple deyishsam verb 2 ni qo'yib ketishim kerak bo'ladi. Agarda continuous zamonni eshitadigan bo'lsam verb ing qo'yib ketishim kerak va perfect zamonlarni eshitadigan bo'lsam verb 3 yoki id zamonlarni qo'yib ketishim kerak degan narsalar bo'lib ketadi. Va keyingi narsaga ham to'xtalib o'tmoqchiman, ya'ni noto'g'ri fe'llar. Bu haqida alohida video qilaman. Menimcha hammalarda shunaqa savol bo'lgan. Nimaga inglizlar har bitta ish harakatiga id qo'yishmaganda, ularni o'zini, ya'ni so'zlari bor, to'g'rimi? Mana do nega do it bo'lib ketmaganda did bo'lib ketgan? Bu narsa haqida alohida video chiqaraman va keyingi videoim shu narsa haqida bo'lib ketadi. Mana qarang, biz bu narsani bilib oldik va bilib ketishingiz kerak bo'ladi. Ingliz tilida 3 ta dona yoki 4 ta ish harakatimiz mavjud. Ya'ni verb 1 bu bizada any so'zimizni, mana it, любой so'z eting, ingliz tilida o'sha sizda verb 1 bo'lib ketadi. Verb 2 bu o'zini bor formasi. Agarda bo'lmaydigan bo'lsa id qo'yilib ketiladi. Verb 3 bo'lsa, mana 3-stolbikda turgan so'zimizda bo'lib ketadi. Agarda bu yerda bo'lmaydigan bo'lsa, bizda yana id qo'yilib ketiladi va verb 4 bu bizda verb ing bo'lib ketadi. Continuousdagi hamma zamonlarga verb ingni qo'yib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana endi go'shtli joyiga keldik, sizlar bilan juda ham qiziqarli joyiga. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, boya biz siz bilan zamonlarni oilalarga bo'layotgan edik, mana yetib keldik. Hozir siz bilan butunlay nimaga nima qo'yilishini gapirib ketamiz, chunki vaqtimiz ketadi. Bu narsani bilish uchun unumdosh maktabimizga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan tepadan nimaligini, o'zi zamonlar qanaqaligini va ularni tez eslab qolish yo'llarini bilishimiz mumkin bo'ladi. Agarda darslarga yozilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, pastda havolani qoldiraman, o'sha yerda bemalol darslarimizga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Mana qarang. Davom etamiz. Mana ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu yerda bizda present simple, past simple hamda future simple ketyapti. Bu degani bularning logikasi bir xil bo'ladi. Ya'ni formulasi bir xil bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Biz hozir formulasiga qarab ketmaymiz. Biz bu narsalarni function, ya'ni funksiyasiga qanaqa holatlarda ishlatib ketishimizni ko'rib ketamiz. Mana ahamiyat bering, bizda present simple zamoni ketyapti. Mana ko'plar present simple ni adashtirishadi. Ular mana hozir men suv ichayotgan bo'lsam, bu present simple deb o'ylashadi. Yo do'stlar, u boshqa zamon bo'lib ketadi. Present simple zamoni bu bizda odatda qilinadigan ishlarimizga yoki odatda qilinmaydigan ishlarimizga ishlatib ketiladi. Mana odatda men har yakshanba kuni sizlar uchun YouTube'da video olaman. Bu menda present simple bo'lib ketadi. Yokida men hech qachon sushi yemayman. Yolg'onu, bu ham bizda present simple bo'lib ketadi. Ya'ni tushunarli, present simple zamoni sizda har doim bo'ladigan ish harakatlarga ishlatiladigan zamon bo'ladi. Keyingisi past simple. Mana shu yerda odamlar juda ham qiynalishni boshlashadi. Ya'ni present perfect bilan juda ham adashishni boshlashadi, lekin juda ham oson. Past simple zamoni bizda
o'tgan zamonda aniq vaqtda sodir bo'lgan zamon bo'ladi. Uni aniq vaqti bo'lishi kerak do'stlar. Mana ko'p o'qituvchilarni ham xato qilishini ko'raman. Ular ko'p holatlarda I did my homework deyshadi, aniq qachon etganligini bildirishmaydi. Bu xato. Nimaga? Chunki agarda siz aniq vaqtini etmaydigan bo'lsangiz, present perfect bilan farqini tushuna olmaysiz. Ya'ni umuman nimaligini bilmaysiz. O'shaning uchun past simple'da gapirganingizda sizda aniq vaqtda bo'lishi kerak bo'ladi. Keyingisi future simple. Future simple zamonida bizda bu oddiy kelajakda bo'ladigan narsa. Mana ko'plar bu narsani tushunishmaydi. Ingliz tilida 3 ta kelajak bor. Bu narsa haqida ham sizlar bilan keyingi videolarimda gaplashib ketamiz. Ingliz tilida 3 xil kelajak bor. Bu bizani eng oddiysi, prosta kelajakda bir nima sodir bo'ladi. Uni aniq vaqti yo'q. U bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin, lekin u shunchaki kelajakda sodir bo'ladi. Mana misol uchun video olib bo'lgandan keyin kofe olaman deb aytadigan bo'lsam, I will buy coffee deb gapirib ketaman. O'shanda menda kelajak bo'ladi, lekin aniqligi bu yerda yo'q. Qanchalikka aniq sodir bo'lishini, ya'ni ish harakatingizni bildiruvchi boshqa zamonlar ham mavjud. Ular bo'yicha hozir to'xtalib o'tmaymiz, chunki biz hozir tepadan vertolyotdan hamma oilalardagi zamonlarga qarab ketyapmiz. Keyingi zamonimiz esa bizlarda continuous bo'lib ketadi va ahamiyat bering, hammasida present continuous, past continuous, future continuous. Bu nima degani? Bu bizada ish harakatingizga ing qo'yishingiz kerak degani. Unda qayerdan zamonini aniqlayman deydigan bo'lsangiz, o'sha yerda qo'yiladigan to be siga qarab zamonlarni aniqlab ketasiz. Ya'ni sizda agarda present continuous bo'ladigan bo'lsa am is are, agarda past continuous bo'ladigan bo'lsa was were va future continuous bo'ladigan bo'lsa bu bizda will be bo'lib ketadi. Ahamiyat bering, will ni o'zi emas, will be bu kelajakni to be si hisoblanib ketadi. O'shanga qarab zamonlar farqlanib ketadi. Lekin bizlar aytganimdek har bittasiga to'xtalib o'tmaymiz, chunki vaqtimiz yetmaydi. Biz har bitta zamonni qanaqa funksiyaga egaligini ko'rib ketamiz. Va present continuous zamonsi juda ham oddiy. Hozir sodir bo'layotgan zamonga nisbatan ishlatib ketasiz. Mana misol uchun men hozir sizlar bilan kameraga gaplashyapman. I'm talking to the camera right now yoki I'm teaching online right now. Bu menda present continuous zamoni bo'lib ketadi. Keyingisi past continuous, odamlarni jinni qiladigan zamon. Past continuous juda ham oddiy. Buni tushunish juda ham qiyin emas. Mana ahamiyat bering, present continuous hozir bir nima sodir bo'layotgan bo'lsa, past continuous past so'zi bor. Ya'ni o'tgan zamon degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni past continuous degani bizda o'tgan zamonda bir nima sodir bo'layotgan edi degan ma'nolarni anglatadi. Va past simple dan uni farqi, past simple da aniq vaqtda ish harakati tugab bo'lgan bo'ladi. Past continuous da esa bizda ish harakati davom etayotgan edi. Mana o'zbek tilida aytamiz-ku, ovqat yeyotgandim deb. Ya'ni ovqat yedim demaysiz, chunki bu sizda past simple bo'lib qoladi. Ovqat yeyotgandim deb gapirib ketasiz. Mana shu zamon sizda past continuous bo'lib ketadi. I was helping my mom. I was doing my homework. I was cleaning the kitchen. Shunaqasiga gapirib ketasiz. Future continuous esa bu ahamiyat bering, u ham continuous bo'lib ketyapti. Demak, bir nima qayerdadir davom etayotgan bo'ladi va future bo'lganligi uchun kelajakda qaysidir zamon bizda davom etayotgan bo'ladi. Mana misol uchun siz videoni ko'rgandan keyin ovqat qilayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni qanaqadir ish harakatingiz kelajakda progressda bo'ladigan bo'lsa, bu narsa sizda future continuous bo'lib ketadi. Mana misol uchun video olib bo'lgandan keyin men ish harakatini davom etayotgan bo'laman, ya'ni kofe ichib o'tirgan bo'laman. Faqat bu narsa bizda kelajakda bo'lib ketyapti. O'shaning uchun men I will be drinking coffee deb gapirib ketaman. Ahamiyat bering, mana continuous davom etmoq degan ma'noni anglatadi. Qayerda davom etayotganligini siz present, past, future'ga qarab, ya'ni farqiga borib ketaverasiz. Endi esa eng go'shli joyga keldik. Present perfect, past perfect, future perfect nima o'zi? Nima bo'lib ketadi? Agarda meni Instagram videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, bitta narsani albatta bilasiz. Mana present perfectni bizga o'zi perfectni o'tgan zamonda boshlanib, tugallagan zamon deb tushuntirib ketishadi. Xavotir olmang, men hali tushuntirmayapman, shunchaki o'zi qanaqasiga o'rgatib ketishardi, bu narsani aytib ketyapman. Va men uchun juda ham qiziq bo'lgan narsa bu, mana qarang, perfectga tugayapti zamon, to'g'rimi? Perfectni tarjimasi zamonda kelmaganda o'zi alohida inglizcha so'z bo'lib kelganda, bu bizda rus tilida aytganda idealniy, o'zbek tilida aytganda nuqsonsiz degan ma'noni anglatadi. Va o'ylanib qolganman, nimaga nuqsonsiz? Chunki eng qiyin tushuniladigan zamon boshida o'quvchilar uchun bu present perfect bo'ladi deb.
va biz bilamiz ingliz tili bir nechta so'zlardan, tillardan, ya'ni o'z so'zlarini borrow qilgan, ya'ni olib turgan bo'ladi va o'shaning ichiga lotin tili ham kiradi. Lotin tilidan tarjima qilganda perfectni tarjimasi bu bizda idealniy, ya'ni nuqsonsiz degan ma'noni hech qachon anglatmagan ekan. Uni asl ma'nosi tugallangan degan ma'noni anglatgan ekan. Va eng qiziqarli narsasi, mana bizda present perfect bor, past perfect bor va future perfect bor va hammasi qayerdadir tugallangan bo'ladi. O'shaning uchun har bitta zamon bizda perfect deb atalgan ekan. Endi qarang, siz bilan endi har bitta zamonni tushunib ketishga harakat qilamiz. Ya'ni tushunarli, simple bo'ladigan bo'lsa, bu oddiy aspekt bo'lib ketyapti. Continuous bo'ladigan bo'lsa, qayerdadir ish harakati davom etib ketayotgan bo'ladi va perfect bo'ladigan bo'lsa, qayerdadir ish harakati tugallangan bo'ladi. Mana present perfectni ko'p o'qituvchilar qanaqa o'rgatishadi? Ular o'rgatishadi o'tgan zamonda boshlanib, hozir tugadi degan narsa, which is basically right. Bu narsa to'g'ri narsa. Lekin men o'ylamayman, qaysidir o'quvchi gapirayotganda yoki native speaker bilan gaplashayotganda yoki speaking qilayotganda, to'xtab tur, o'tgan zamonda boshlab hozir tugadi, demak men hozir present perfectni ishlatib ketishim kerak deb o'ylamaydi. Uni aspect ratiosida, unda neyronlarda faqat 3 tagina tushuncha bor. Ya'ni o'tgan zamon, hozirgi zamon va kelajak zamoni. Va men present perfectni tushuntirish uchun juda ham qiziqarli narsani topdim. Hozirda bu narsani sizga tushuntirmasdan turaman, chunki bu uchun alohida video tayyorlayapman va present perfectni sizga alohida qanaqa zamon ekanligini tushuntirib beraman. Xafa bo'lmaysizlar, bu video keyingisida chiqib keladi, lekin hozir siz bilan past perfect, future perfectda gapirib ketamiz. Mana qarang, past perfectni tashab ketaylik, future perfectga qarab ketamiz. Future perfect zamoni bizda mana perfect tugallangan degani, future kelajak degani. Zamonni o'zini nomidan zamonni funksiyasini bilib olsak bo'ladi. Future perfect degani bu kelajakda qandaydir ish harakatingiz tugallangan bo'ladi. Mana misol uchun, agarda men soat 8 ga kelib videoni olib bo'ladigan bo'lsam, men future perfectni ishlatib ketaman. Faqatgina bu yerda kalit so'zi bizda by bo'lib ketadi. Mana misol uchun, I will have finished recording my YouTube video by 8 p.m. Ya'ni qaysidir ishingiz kelajakda tugallanadigan bo'lsa, siz future perfect zamoni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Juda ham qiziqarli, to'g'rimi? Endi past perfectga kelamiz. Past perfect ham juda ham qiziqarli zamon. Uni juda ham ko'p tushuntirsak bo'ladi, alohida video ham qilaman. Lekin oddiy qilib aytganda, mana o'tgan zamonda aytaylik bir nechta ishlar sodir bo'ldi. Birinchi ish, ikkinchi ish. Va inglizlar maydalashgan xalq. Men bu narsani rostini aytaman, hali grammatikalarni o'rganib ketayotganimda siz tushunasiz bu narsani. Juda ham maydalashgan. Va ular har bitta narsa uchun, har bitta situatsiya uchun o'zini zamonni yaratib ketgan. Va inglizlar o'ylagan. Qarang, o'tgan zamonda ikkita ish harakati sodir bo'lyapti. Qaysidiri birinchi sodir bo'lyapti, qaysidiri undan keyin sodir bo'lyapti. Va birin ketinligini bildirish uchun bizlarda past perfect zamoni kelgan bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, o'tgan zamonda siz ovqatlandingiz va bu birinchi ish harakati bo'lib ketyapti va keyin dars o'tdingiz. Va ovqatlanganligingizni bildirish uchun siz u zamonni past perfectda qo'yasiz va undan keyin qilingan zamonni esa siz past simple ga qo'yib ketasiz. Mana misol uchun, I had bu grammatikadagi bor had, ya'ni hamma narsaga had qo'yib ketasizlar. I had breakfast, nonushta qildik. Before I conducted my lesson. Ya'ni bu nima degani? Dars o'tishimdan oldin men ovqatlanib oldim. Bitta narsani unutishadi, ya'ni o'rganayotganlar, English learnerslar, bu narsa o'tgan zamonda birin-ketin sodir bo'lganligini bildirib ketuvchi zamon bo'ladi va birinchi bo'lgan zamonga ish harakatiga past perfect qo'yiladi va undan keyin keladigan zamonga past simple qo'yilib ketiladi. Va bitta narsa, odamlar bu zamon bizda har doim past simple bilan keladi. Ya'ni bitta o'zi kela olmaydi. Chunki ko'rsatish kerak, qaysi ish harakati birinchi bo'ldi, qaysilari ikkinchi bo'lganligini. O'shaning uchun bizda birinchi past perfect ishlatilinib, keyin past simple keladi. Albatta siz ikkita zamonda, masalan, past simple, masalan uchun first I had breakfast, then I had my lesson deb gapiradigan bo'lsangiz, hech kim sizni o'ldirib qo'ymaydi. Lekin bu zamon bizda juda ham aniqlikni bildirib ketadi va ertaga imtihon topshirganingizda va odamlar bilan gapirganingizda bu zamon albatta sizga kerak bo'ladi. O'zingiz ham tushunmay qolasiz.
qanaqasiga gapirayotganingizni. Ya'ni men hech qachon gapirayotganimda hozir past perfectni qo'yaman deb hech qachon gapirmayman. Meni miyam bu narsani juda ham ko'p qaytarganligi sababli tez bu narsaga o'rganib ketgan. Yes. Shunaqa narsalar bo'lgan. Do'stlar, men umid qilamanki, qo'limdan yetarlicha sizlarga yordam berdim. Albatta sizlarga o'tirib, maydalashib dars o'tadigan bo'lsam 5 soatga cho'zilib ketadi, lekin bu narsa bizada ingliz tilini osonroq tushunishingiz uchun har bitta 12 ta zamonni tushuntirib berdim. Sizga yordam berdi degan umiddaman. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang va ingliz tilini har doim sifatli o'rganib yuring. Va ingliz tilini bizda o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, havoladan bizga yozib qo'ying. Sizlar bilan Jasmin o'rgatadi va keyingi videolarda ko'rishguncha